Men ismim Rasuljon, familiyam Sobirov. Aynan shu Beliver kompaniyasiga kelib qolishim sababi bu ushbu mahsulotlar haqida ma'lumot eshitganimdan keyin, ya'ni aynan meni onamda bir necha kasalliklar mavjud edi. Ana shu kasalliklarni sonini aytib, o'sha kasalliklar haqida ma'lumot berib, shu kasalliklarga davo bo'ladi, shulardan natija bo'ladi deyishganiga aynan shu mahsulotlarni oldim. An'anaviy hayotda men o'zi harbiy xizmatda bo'lganman. Harbiy xizmatda ishlash jarayonida shu mahsulotlar haqida ma'lumot eshitib, onam uchun mahsulotlarni olganman. Va olingan natijalardan keyin shularni targ'ibot qilish, ya'ni kimlargadir shu ma'lumotlar berish orqali ushbu loyihada hozirgi kunda faoliyat yuritib kelmoqdaman. Oyijonda qanday kasalliklar bor edi? Nimalar bezovta qilar edi? Birinchi o'rinda suyak yemirilish boshlangan edi. Suyak yemirilish, qabziyat bor edi, zrena pasayish bor edi, ya'ni qon bosimi oshishi bor edi. Ya'ni inson yoshi ulug' kattalashgandan keyin bu kasalliklar bir qancha bo'lib ketar ekan. Birinchi o'rinda hozirgi kunda mana suyak yemirilishdan umuman shikoyat qolmadi. Suyak yemirilish qaysi organda? Suyak umurtqa pog'onasida bo'lgan. Umurtqa pog'onasini oxirgi nimasi shu suyak yemirish. Yana o'sha paytlari $3,500 ga suyak quydirish bir muolajasi bor ekan, shuni aytib yurardilar. Suyak quydirasizlar, suyak quydirmasa bo'lmaydi deb yurgan paytlarda shu mahsulotlar haqida ma'lumot eshitib, hozir mana 1,5 yil, почти 2 yil bo'lib qoldi. Xudoga shukr, bu muammolar yo'q. Hozir suyak yemirilish domg'aza qismida, aynan. Xo'sh, necha yillik kasallik bu? Endi bu kasallik kami bir 15 yildan ortiq kasallik, 15 yillar bo'lgan. Onam 68 ga kirganlar. Hozirgi kunda natijalar yaxshi. Qaysi mahsulotni qanday dozada ichirdingiz va ulardagi o'zgarishlar haqida gapirib bersangiz? Boshlanishi shu Magic Pack, ya'ni mo'jizaviy qutidan boshlangan. Shu ertalab bitta kichik dozadan boshladik. Ertalab bitta, kechki payt bittadan iste'mol qilganlar. Coenzim mahsulotidan iste'mol qilib yurardilar. Hozirgi kunda Beliver kompaniyasining har bir mahsulotlaridan kelajakda kasal bo'lmasligi uchun hamma Top Detox, For Beauty, Top Force, Root Life mahsulotlar hammasini iste'mol qilib yuradilar. Endi boshida onam to'g'risida ixlos qilmasdan iste'mol qilganlar. Lekin suyak yemirilish kasalligi shu 6 oydan уже natijasini berishni boshladi. Bir quti mahsulotni iste'mol qilishni boshlaganda. Zrenada natijalar 3 oyda bilinishni boshladi. 3 oyda. Qabziyat hozir yo'q. Qabziyatlari yo'qoldi. Bir korobka mahsulot iste'mol qildilarmi? Nechta korobka ishlar? To'liq tuzalgungacha. Suyak yemirish kasalligidan o'sha umurtqa pog'onasi kasalliklarda mana bu mahsulotdan 3 korobka ichdilar. Orada uzilishlar bo'ldimi? Hozir orada uzilishlar yo'q. Hozirgi kunda to'xtatmasdan muntazam ravishda iste'mol qilib keladilar. O'sha boshidagi holatlari yana ham qaytalanyaptimi? Og'riqlar yoki qandaydir holatlar bo'ldimi? Shu paytgacha 3 korobka ichib ekanlar. Yo'q, qaytalanishni men kuzatganim yo'q. Suyak yemirish kasalligi xudoga shukr hozir batamom yo'q bo'lgan. Lekin endi qon bosimi kasalliklari hozir hali nima bo'lyapti, oxirgacha jarayonda hali davolanish ketyapti. Hali bu mahsulotlarni iste'mol qilishda davom etyaptilar. Lekin u ko'p yillik kasallik bo'lgani uchun hali davom etyapti. Shunda hozir faqatgina Magic Pack mahsulotini ichyaptilar. Magic Pack mahsulotini ichyaptilar. Yana qaysi mahsulotlar? Yana mahsulotlarni mana bu Top Force'dan boshqa hamma mahsulotlardan iste'mol qiladilar. Aynan mana shu kasalliklar uchun mana shu 4 korobka mahsulotdan iste'mol qilyaptilar. Endi aynan kasalliklar uchun desam noto'g'ri bo'ladi. Bular endi biofol qo'shimchaligini tushunganim, sog'lom insonlar ham iste'mol qilishi mumkinligini tushunganim uchun onamni uzoq umr ko'rishlarini xohlagan holda har bir mahsulotlardan iste'mol qilishlarini hozirgi kunda ta'minlab kelyapman. Tabriklayman natijalari bilan. O'zingizda qanday o'zgarishlar bo'ldi? Nima e'tirozlaringiz bor edi sog'liq bo'yicha? Endi sog'liq bo'yicha menda asosan ko'p yillar davomida shu texnikada yurganimiz, ya'ni endi shopir bo'lmasak ham ishga borish jarayonida, kelish jarayonida ko'proq shu mashinada shu yurganimiz uchun shopirlarda kasalligi deymiz, ya'ni gemoroydan o'zimda natija bo'ldi. Doimiy ravishda endi kasb kasalligi, ya'ni stressdan, asab desam ham noto'g'ri bo'ladi. Kayfiyat doim tushkun holatlarda bo'lardi. Hozirgi kunda doimiy ravishda o'zim kayfiyatim yaxshi, o'z-o'zidan hech qanday bir noxush holatlarga duch kelib qolsam ham kayfiyatim tushmaydi.
Ya'ni kayfiyatim doimiy Buning ravishda uchun yaxshi. qaysi mahsulotlarni ichdingiz va necha kunda o'zgarishlar bo'ldi sizda? Men o'zim muntazam ravishda Magic Pack loyihasini, ya'ni aktivniy koralli kalsiyda iste'mol qilib yuraman va koenzim mahsulotini iste'mol qilaman doimiy ravishda. O'zim bilan birga olib yuraman buni. Men bir oyda natija ko'rganman. Bir oyda shu o'zimdagi gemoroydan qutulganman. Hozirgi kunda men mana buni juda ham yaxshi ko'raman bu mahsulotni. Aynan ko'pincha mana yo'lda uzoq vaqt yuraman. Shuning uchun bu energiya, quvvat manbai deb hisoblayman. Har bir hujayramiz quvvati deb bilaman buni. Har doim buni muntazam ravishda uzluksiz iste'mol qilib boraman.